Trackerda turgan tonirovkani shilib tashlab, okamizda ortiqcha 2 million xarajat qilyaptilar. Nimaga unaqaligini 5 ta sababini tushuntirib o'taman. Birinchi sababiga to'xtaladigan bo'lsak, plyonka orqa oyna bilan old oynadagi attenkasi boshqacha bo'lib qolgan. Ya'ni orqamizni bileski kuchliroq, oldidagi kuchsizroq. Ikkinchi sababiga to'xtaladigan bo'lsak, oldi laboylarda standart ko'k sonzashli plyonka turgan ekanlar. Mijozimizni zeriktirgan, noodatiroq bo'lishini xohlaganlar uchun qora sonzashli plyonkamizni tavsiya berganmiz. Keyingi sababiga to'xtaladigan bo'lsak, oldi eshikli tonirovka bilan orqa eshikli tonirovkalarni ajralib qolgani attenkasidan shundoq sezilib turibdi. Ya'ni orqa attenkasi yodiviy, oldidagi ko'kimtir bo'lib turibdi. Bu narsa ichkaridan haydaydigan okalarimiz uchun juda ham noqulay va yoqimsiz holatda keltirib chiqaradi. Keyingi sababiga to'xtaladigan bo'lsak, salon qismi shundoq ko'rinib turibdi. Oxirgi va eng asosiy sabablardan bittasi bu yog'iga ko'nsib ketayotgani hisobiga sonzashtasi 71% chiqyapti. Bu narsani biz 90 dan baland qilib beramiz. Endi sizlarga ish jarayonlarimizni tanishtirib o'tamiz. Tracker avtomobilimizni ishxonaga olib kirib olishni boshladik. Undan keyin paragenerator apparatida oynalarni ko'chirganmiz. Klek qolib ketish ehtimolini bu juda ham kamaytiradi. Orqa laboga keladigan bo'lsak, ko'p muammolardan bittasi spiralga zarar yetib qolish. Parageneratorda ko'chirilganda 80-90% gacha bu narsa kamaydi va ustoz ukalarimizga shuni tavsiya beramiz. Undan keyin oynalarga tonirovka razmer olish boshlaganmiz. Razmerdan keyin oynalarni piskalab olamiz. Sababi qanaqadir kleklari qolib ketgan bo'lsa, bu narsa tonirovkaning sifatiga ta'sir qilib qoladi. Oynani 2-3 martalab yaxshilab tozalaymiz. Undan keyin tonirovka yopishtirish jarayoni boshlanadi. Tonirovka yopishtirish jarayonida ham har bitta detallarga e'tibor beramiz. Ya'ni stiklari havo qolib ketmasligiga, tochkalariga alohida yondashuv bo'ladi. Undan keyin laboydagi sonsiz ashtamizani standartdan o'tmasligini tekshiramiz. Sababi ertaga dan xodimi bilan hech qanaqa kelishmovchilik kelib chiqmasligi uchun. Undan keyin tonirovkamizni tashqi bileklariga o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Ichkaridan ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Kunduzi ham kechki payt ham sizlarga hech qanaqa noqulaylik tug'dirmaydi. Endi agar sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Avtoefekka murojaat qilaverasizlar.